Assalomu alaykum aziz kasasidan. Bugun Grensiya. Yo'q, bu taksi pul emas, bu o'zingizga taksi pul to'langan o. Buni bilamizda. O'zlaringizga, o'zi jivicherga. Mana bu talon hammalaringizga hojbor, sizlarga ham bila, hammalaringizga bila. Mana 23:20 da samolyotga o'tirish bor. 23:45 da uchadi. 5-vxod almashish mumkin. Tushunasizmi? Yana ham e'tiborlar bo'lasizlar. Mana bu yoqlar sheriklaringiz, sizlar mana bu hajmoma bilan ketadi. Hammangiz bilan ketasizlar. Hozir sizlarga onlayn registratsiya qilib beraman. Bo'lmasa sizlar ichkariga kirib ketaverasizlar. Mana tamom. Siz yo'lboshchilar. Mayli, sizlarga oq yo'l. Mayli, brat. Oq yo'l sizga. Mayli, baba, yaxshi bo'lingizlar. Yaxshi. Mana akalarimiz Grensiyaga ketyapti. Bugun ha. Yillar oylanish kasasini birga bo'laveringizlar. Biz shu yerda turib o'chiratdi bolalar. Bu akamiz boshqa reysda. Buni chotkasi onlayn registratsiya qilib beramiz. Chirib turmaydi. Qolganlarniki chunki bular Pobedaydi, Aeroflotda onlayn registratsiya qilib beramiz. Bu akamiz Aeroflotda uchadi. Hozir bilan ketadi hammasi. Loronlar Saviya kasasiga murojaat qilaveringizlar. Adresimiz Ulus Dom 27 korpus 1da joylashgan. Onlayn, offlayn betlar olaversangiz bo'ladi. Grensiyani tushunmasangiz bemalol murojaat qilingizlar. Biz tushuntirib qo'yamiz Grensiyaga chiqish yo chiqmaslik haqidagi temalar bo'yicha.